Shunchalik ham xoin bo'lasizlarmi sizlar? Millatni o'ylamaysizlarmi? Og'zingizlarni to'ldirib gapirasizlar, buncha gazni eksport qildik, buncha paxtani eksport qildik, buncha oltinni va buncha uranni eksport qildik deysizlar. Ertaga bolalarimizga nimani qoldirasizlar ukomlarda? Ertaga bolalarimiz yashamadimi tuproqlarda? Bu nima degani? Bu xoinlik deganimi? Bugun yashab olaylik, ertaga nima bo'lsa bo'ldi. Kim oladi bu davlatni? Kimga mustamlaka bo'ladi? Kelajak avlod kimga qullik qiladi? Xitoyga qullik qilib, Uyg'urlarni holi boshimizga tushsinmi? Yoki eski tuzumga ittifoq davriga qaytaylikmi? Millatni maktabini qaranglar. Bolalarimizni qaranglar. Qarshini qaranglar, Qamashini qaranglar. Boshqa bir Surxondaryoni qaranglar. Samarqandni qaranglar. Men o'zim ham o'qiganman shunaqa maktablar bittasida. Chiqing tashabbus bilan. Millatda aholi ertaga mustamlaka bo'ladi dedi. O'qituvchilaringiz aholini qarang. Ozgina oyligini ko'tardingiz, bechoralar shunga ham xursand. Lekin bu oylik bilan aslini olganda hech qanaqa kun ko'rib bo'lmaydi. Qani oldingi o'qituvchilarning holati, qani olimlarimizning holati, gazdan, svitdan, bog'chadan, yana shunga o'xshagan soliqlardan ozod bo'lgan imtiyozlar qani? Millat uchun joningizni kuydiring. Biz millatga xoin emasmiz. Biz millatni kelajagidan qayg'uryapmiz. Biz tarixni bilamiz, o'qiganmiz tarixni. Maktabda ham, institutda ham, hozir ham o'qiymiz tarixni. Jadidlarni o'rganganmiz. Bu millat nimaga bu ahvolga tushib qolganini tahlil qilyapmiz. Izlanyapmiz, o'qiyapmiz, arxivlarni ko'taryapmiz. Arxivlarni sotib olib kelyapmiz dushmanlarimizdan. Siz bular bilasizmi? Biz otamiz inson, odam bo'lgan. Nimaga ma'rifatni, ilmni, ta'limni oyoq osti qilasizlar? Olimlarni xo'rlaysizlar. Bechoralar ikkita odam, ikkita boy talabasi kelsa, shuni qo'shqovog'iga qarab turadi. Nima uchun? Chunki iqtisodiy tarafni hisobini olmaysizlar. Ilmiga yarasha, mehnatiga yarasha haqini bermaysizlar. Fanlar akademiyasiga mana shunaqa bir millatni bir xoinlarni o'tkazib qo'ygansizlar. Ularning umuman o'zgarish bilan ishi yo'q. Maddohlarni rahbar qilib qo'ygansizlar. Qani ilm ahllari? O'qituvchi olimlarimizga shart-sharoitlar yaratib berish kerak edi. Lekin ta'limga jonfidolik qilish kerak, fidokorlik qilish kerak edi. Men qilyapman. Ertaga Parvardigorning oldiga borganimda yuzim yorug'. Men bu narsani millat uchun aytdim deyman. Lekin sizlar nima deb javob berasizlar? Lekin o'sha javob berishni ham agar sizlar tushunchanglarga yetib borsa, bu millatning taqdiri, minglab insonni ertaga Uyg'urlarning ahvoliga yoki bo'lmasa eski tuzumga, Rossiyaga qul bo'lgan ahvolga tushib qolishiga ertaga bilinglar, sizlar xoinlar safida qolasizlar va shunga javob berasizlar ertaga yaratganning oldida. Nima degan ahvol bu? O'qituvchilardan pul yig'ish. 20 yildan beri bitta direktor monopoliya qo'ygan, diktatura qo'ygan. Nimaga tozalamaysizlar kadrlarni? Kadrlar bo'yicha kim shug'ullanadi? Attestatsiyani o'tkazaman, testdan o'tkazaman deysizlar, oldin o'rgatinglar o'qituvchilarga. O'ylaylar ozroq, ular o'qituvchilar, ular bizlar boshimizning toji, ko'zimizning nuri. Qorong'ida chiroq ular bizga. Millatning chirog'i ular. Bizlar ham bir hur, bir mustaqil, oyoqda mustahkam turadigan davlat bo'lishimiz kerak-ku. Yoki shunaqa bir mustamlaka bo'lib ketishimiz kerak.